Reis Xi Jinping'nin iqtisad siyaseti echinishlik qaldı, to'xtab qaldı. Mavzuli xabar 1-ayning 9-kun Dünya gazetida e'lon qilindi. Ondan Vanvit orbitaga yo'tkaldi. Xabar mundaq boshlandi. O'tgan yil 12-ayning 25-kuni chaqirilgan Markaziy hukumat iqtisod xizmat yig'inida davlat raisi Xi Jinping iqtisod boshqarishni kuchaytirishni, siyosatni moslashtirishni, yaxshi ishlashni ta'kidlagan. O'tgan yili 7-ayda paychak bozorida gumron bo'lish hodisasining yana qaytadan va xalq puli qimmati tushishining oldini olmoqchi bo'lgan. Paychak bozoridagi hodisalarning qaytadan yuz berishining va xalq puli qimmatining tushishining oldini olmoqchi bo'lgan edi. Iqtisod yig'inidan keyin 3 hafta o'tmay Jungoning paychak bozorida va tashqi privat sohasida yana tavrinish yuz berib, yer sharining mablag' solish bozoriga ta'sir ko'rsatib qolmay, Jungoda Reis Xi Jinpingning iqtisod sohasidagi o'rni qirisqa duch keldi. New York vaqt gazeti Shangayda xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Mushu hafta paychak bozorida yuz bergan avtomatik pay to'xtatish, xalq puli qimmatining tushib ketishi, Xi Jinping iqtisod paychak bozori va pul boshqarish sohasida mag'lub bo'lganligini gavlandirib berdi. Demak, Xi Jinping iqtisod paychak bozori va shundaqla iqtisodning davomli taraqqiyga tuvallab ketishidan iborat mushundaq masalada Xi Jinpingning mag'lub bo'lganligini gavlandirib berdi. Shundaqli iqtisodning davomli tuvallab ketishidan saqlanish uchun yuraklik islohot elib berish tadbirlarini o'ttirib qo'ya olmaydiganligini, qarzga bo'g'ilib ketgan davlat egiligidagi shirkatlarga yana qarz bera olmay, shirkatlar taqoshga majburlaydigan, shirkatlarni taqoshga majburlaydiganligini ko'rsatib berdi. İqtisod siyosat sohasi Xi Jinpingning tanlashi bugunkini o'tmishga solishtirganda texmi ko'p cheklamaga uchraydi. Xalq pulini xalqaro pul birligi tashkilotining pul sevitiga elib kirganligi Jungoning pul boshqaruv siyosatida bir qism huquqdan voz kechganligidan darak berdi. Bozorning texmi ko'p tangshash roliga yo'l qo'yganligidan darak berdi. Burun pulni Xitoy kontrol qilib oladi. Endi xalqaro pul seviyatiga kirdi. Demak, bu yo'lda endi huquqdan voz kechish, qisman huquqdan voz kechish va bozorning tangishiga yo'l qo'yishdan iborat huquqdan voz kechishga majbur bo'ladi.